Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va qo'y ishqibozlari. Bugungi video syomkalarimiz Namangan viloyati Namangan tumani optimchilari va arzonchilar qishlog'i Tepaqo'rg'ondan olib boryapmiz. Bugungi kunimizga 1-aprel 2026-yil. Bugun mana bu kichkina cho'ponimiz Muhammad Yusufni mini qo'y fermalaridan olib boryapmiz. Muhammad Yusuf, bugunga necha parta qo'yimiz bor? Bugunga bitta ekizchi, bitta sovuqloq, 4 ta qo'chqorim bor. Yaxshi. 3-4 partiya qo'y chiqadi, xudo xolasa. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib berasiz-a bularni. Beraman. Yaxshi. Yaxshi. Hozir bu qo'yimiz qanaqa qo'y birinchisiga? Bu qo'y zotga qo'chqor. Zotga olaman deganlarga qo'chqor a. Xo'p, buni yoshlar haqida bir ma'lumot berasiz-a, buni to'g'ri. Yoshlari 9-10 oylik. Hop, hali chiqarmagan qo'zi. Chiqarmagan qo'zi. Yaxshi. Akalar mana 9-10 oylik qo'chqor aka hali chiqarmagan ekan. Xudo xolasa akalar, aloqaga chiqsalaring, ishlaring bitadigan. Qo'y ekan mana. Muhammad Yusuf, buni yeb ichlariga nima deymiz? Yedirib ichirib pulsanashaveradi. Aha. Yedirib ichirib pulsanashaveradi. Hop, buning asosiy yeri Muhammad Yusuf buni narxida. Buni narxini chiroyli qilib, qulay qilib ayting buni. Olgan obunachilarimiz ham baraka topsin va duo qilib baxsin buni. Buni narxini 9,5 million deyapmiz. 9,5 million. Hop, realni olaman deb telefon qilgan odamga xayri bormi yo'qmi? Xayri bor. Xayri bor. Hop, dastlabki xizmatlari bor. Dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Yaxshi. Xohlasa qo'y hamma yo'q kelishga. Hop, buni bo'yni nechiga beramiz? Bo'yni 86 ga olishi olsin. Quloqlarini-chi? Quloqlarini 20 plus. Yaxshi. Yeb ichda muammosi yo'q. Yeb ichda muammosi yo'q. Yedirib ichib pulsanashaveradi. Bo'ldi mana. Obunachilar ko'rdilaring, xudo xolasa mana mashq qo'yimiz. Endi biz keyingi partiyalarga ketdik. Muhammad Yusuf, bu ikkinchi partiyamiz-a? Ikkinchi partiya. Yaxshi. Bu ikkovi ham qo'chqor. Ikkovi ham qo'chqor. Yaxshi. Xo'p, bular yosh oyliklari qanaqa bo'lardi? Yosh oyliklari 8-9 oylik. 8-9 oylik. Xo'p. Bularda bo'ylarini ayting. Bo'ylari bunisini 85 plusga olshaveradi, bunisini 83 plusga olshaveradi. Qaysi 85 plus? Bunisimi? Bu mana qo'limdagi. Ha, bunisi? Bunisi 83 plus. Yaxshi. Yaxshi, qo'ylar yaxshi ekan. Bu ikkovi ham qo'chqor buni ham. Ikkovi ham qo'chqor. Yosh oyliklari 8-9 oylik. Yaxshi. Hali qo'zi chiqarmagan. Chiqarmagan. Sog'liqqa qo'shaman deganlarga nima deysiz? Tavsiya qilaman. Yaxshi, bo'laveradi, sog'liq qo'shsa bo'laveradigan variantida. Yaxshi. Xo'p. Yeb ichlari yaxshi. Yedirib ichib pulsanashaveradi. Ha, yaxshi. Akalar mana qo'ylardagi ko'rib oling. Mana oyoq kengliklari. Mana dumbonosi o'ta dumbarazli zimo deyapti mana bunosida akalar mana. Dumbarazli bor qo'ylardan ekan bunisi. Hop, Muhammad, buning asosiy yeri buni qiziqtiradigan yeri narxida. Buni jupiga narxi nech pul? Jupiga realni olaman deganga 15,5 million. 15,5 million. Hop, jupini olaman degan odamga xayri bormi? Xayri bor. Hop, yaxshi. Yakkalab olaman degangachi? Yakkalab olaman deganga ham. Yaxshi, yakkalab olaman deganga pilisi bo'ladi. Ozmos pilisi bor. Yaxshi. Dastlabki xizmatlarimiz vodiy bo'ylab Toshkentgacha, ha? Yaxshi. Akalar mana qo'yni ko'rdilaring. Mana aka qo'ylar. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa qo'ylar mana akalar. Oldidan ham ko'rsataylik. Mana stoykalari qo'ydi, mana oldi oyoq kengliklari. Mana joylashuvlari akalar. Bemalol aloqa ochsalar, ishlaring bitadigan joylarda mana qo'ylar akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarni video syomka oxirida ekranga qo'yib ketamiz. Xudo xolasa inshaalloh olaman degan insonlarga qo'y xudo xolasa chiroyli baraka topadigan variantlardan bemalol olib boqaman degan odam baraka topadi. Olaman degan odamlar bemalol telefon qilib aloqa ochsalar, ishlaring bitadi. Xudo xolasa qo'ylar zo'r, chiroyli qirg'iz qo'ylari bular. Qirg'iz qo'ylar, qirg'izdan o'tgan. Yaxshi. Yana boray keyingi partiyalarga. Keyingi partiyalar bor. Biz bo'lmasa keyingi partiyalarni boshladik. Muhammad Yusuf, bu 3-partiyamizmi? 3-partiya bu. Hop, yaxshi. Bu ham qo'chqor, ha? Bu ham qo'chqor. Bu ham qo'chqor. Bu qo'chqorimiz qanaqa? Bu sal yoshroq ekan, ha? Yoshroq. Hop. Buni zot qanaqa qo'y? Zot haqida bir ma'lum. Afg'on gibrid.
Yaxshi. Sal bitta kallasini biqamda ko'rsatingchi buni. Obunachilarimiz hamma tomonni chiroyli qilib ko'rib olsinchi. Oq yuzdan ekan-a? Yuz variantida. Yaxshi. Yosh oyliklar qanchalik dedingiz Mehmet? Yosh oyliklari buni 5-6 oylik. 5-6 oylik, hop. Yebishlarida muammo yo'q. Yedirib ichib qo'zg'anishaveradi. Yaxshi. Akalar ko'ryapsizlar, mana kichik cho'ponimizdan Xudo xolasa mana chiroyli bitta afg'on gibrid qo'chqorimiz. Xudo xolasa yedirib, ichirib pulsanaveradi. Ammasi buni narxini nech pul deysiz? Narxini 7 million deyapmiz. 7 million. Telefon qilib realni olaman degan odamga xayri bormi? Xayri bor, xayrini qilib beramiz. Yaxshi. Xayri bo'lsa, hammasi xayri bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Olib baqaman degan odamga ham. Buni chiroyli qilib qo'chqor olaman degan odamga ham qo'y zo'r ekan. Xudo xolasa akalar mana buni dumbar razredlari ham bor variantida, oyoq kengliklarini akalar ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa qo'yni olib qo'chqor qilaman degan odamga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana akalar qo'y. Mana oldi to'shlari qo'ydi. Bemalol olib ko'rib mana oldi oyoq kengliklari akalar mana. Bemalol aka telefon qilsalar ishlarini bitadigan variantidan bu akalar. Hali qo'zi olib bemalol qo'y qolaman degan odamga tavsiya qilaman men bu qo'yni. Xudo xolasa inshaalloh qo'y zo'r hali. Telefon qilinglar, aloqa chiqinglar, shoshilinglar. Xudo xolasa akalar qo'y qilib olaman degan odamga baraka qiladigan akalar shoshilinglar, mash qo'yni tavsiya qilaman olib baqishlaring. Xudo xolasa qo'y o'ta go'zal qo'y ekan, chiroyli ekan mana agregat ham qo'yishlar, oldi oyoq kengliklari ham o'ta chiroyli qo'y ekan. Akalar tavsiya qilaman. Kanalga obuna bo'lib, xudo xolasa like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar mana 4-partiyamizga sog'liqni go'zalidan mana bitta bor ekan Muhammad Sutda. Xudo xolasa Muhammad Sut bu chiroyli sog'liq ekan-a bu. Chiroyli. Akalar mana buni ko'ryapsizlar, mana akalar dumbarazliz ham o'ta cho'tki, oyoq kengliklarini ham ko'rib bir baho berasizlar akalar. Xudo xolasa buni qo'chqorga qo'shaman degan akalarga tavsiya qilaman bu qo'ydi. Muhammad Sut bu sog'liq o'ta yaxshi chiroyli sog'liqdan ekan-a bu. Zoti arashan, toza. Shu arashan aka. Arashan. Xo'p, buni yosh oyliklari haqida bir ma'lumot berasiz. Yebichlari yaxshi, ha? Yedirib ichib qo'zg'anishaveradi. Hop, bu bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir. Qisir, naq qisir-a? Qisir. Qo'chqorga qo'shaman degan odamga bo'laveradi, ha? Tavsiya qilamiz. Xudo xolasa qulani bir tomonda eni bor ekan. Hop, buni hammasi bo'y nechiga beramiz bu sog'liqni? 83 kiloga olishaveradi. 83 kilos, yaxshi. Akalar olib qo'chqorga qo'shaman deganlarga mana tavsiya qilaman. Xo'p, buni yoshlari qanaqa buni? Realni ko'rsatib ketaylar buni yoshlarini. Hop, yoshlarni realni ko'rsatib ketaylar. Haqiqatligiga. Akalar mana tishi, xudo xolasa hozir 4 tishdan 6 tishga o'tibdi. Realnisi 4 tish ekan. Bemalol olib qo'chqorga qo'shaman degan odamlarga akalar buni tavsiya qilaman. Zoti bor, yaxshi qo'ygan ekan akalar. Bemalol aloqa qilsalar bu qo'yda ham ishni bitir. Xudo xolasa telefon qilsalaring, aloqa qilsalar bu qo'yda ham xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Ammasi buni eng qiziqtiradigan yeri buni narxi. Narxini 12,5 million qilib beramiz. 12,5 million. Hop. 12,5 million deyapsiz bunga. Xayri bormi yo'qmi bu qo'y? Mana uzoqdan ham olib ko'rsatamiz akalar mana. Uzoqdan olib ham ko'rsatamiz, yaqindan deganlarga yaqindan olib ham ko'rsatamiz. Qo'y o'ta go'zal qo'y ekan mana. Ko'rib, baho berib bemalol aloqa chiqarasiz. 12,5 million. Hop. Realni olaman degan odamga xayri bormi? Xayri bor. Yaxshi. Xayrini qilib berasiz. Dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Bo'ldi, yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa qo'y o'ta go'zal. Olib qo'y qilaman degan odamga tavsiya qilaman bu qo'yni. Shoshilamiz, bu qo'y rosa kuchida ekan. Olib qo'chqorga qo'shaman degan odamga mana tavsiya qilaman bu qo'yni. Qo'y hali rosa kuchida ekan. 4 tishdan 6 tishga endi o'tyapti ekan. Mamasi bu qo'yni bitta gapiramiz, xayrini shu tepasida o'tib bering, bo'ladiganini qilib ayting. Xayriga ozmoq bo'ladigan, beradigan narxingizni ayting, o'tib beradigan narxingizni so'rasiz xayrini. 200 ming o'tib beraman aytgan narximdan. Aytgan narxingizni 200 ming o'tib berasiz. 200 ming o'tib beraman. Hop. Oxiri realni sotiladigan narxi. Realni. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdilar. Xudo xolasa yana bitta egizimiz bor ekan, hozir olib chiqib bunga ko'rsatamiz. Muhammad Sut bu oxirisi ekan-a? Oxirgi partiya, Oxirgi partiya. Yaxshi. Akalar mana oxirgi partiyaga o'ta noyobidan mana ikkita bolali egizchi qo'ydan mana akalar. Mana kimga
Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqa qilib mana bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, ikkisini isbotiga mana bolalar parillatib emib turibdi mana. Mana ikkosi ham qo'chqarmi sog'liqmi bu Mehmet? Ikkosi ham qo'chqor. Yaxshi, Ular qo'chqar. tug'ilgani hali bir hafta bo'lgani yo'q. Yaxshi, qo'ylar zo'r ekan. Bu zoti bor qo'ydanmi bu yo o'zimiz mesni qo'ydan? Qirg'izdan o'tgan bu qo'y. Qirg'izdan o'tgan qo'ymi? Yaxshi. Qirg'izdan o'tgan. Mana akalar mana. Buni baho beringlar. U qo'ziq jonivorlar barakali qo'y ekan bu mana ikkita tug'ib sirazi birdaniga. Ular ikkovi ham qo'chqar. Qo'chqor. O Mehmetsu buni oshga tarib bermaylikda, video cho'zmaylikda. Buni yoshi qanaqa buni? Keyin ko'rsatib ketaylik, buni yoshini ham. Yana. Akalar mana bemalol ko'rib olasiz. 4 ish, realniy 4 ish, 6 ga harakat bor. Harakat bor. Bemalol akalar ko'rib, nima qilib olaverasizlar. Xudo xolasa qo'y qilib olaveraman degan odamni qo'y ekanman. Akalar buni ko'rib, bahosini berib, o'zlarini chiroyli qilib nima qilaverasizlar. Mana bolalar mana zing'illab emib turibdi mana bolalar. Xudo xolasa olib qo'y qilaman deganlarga tavsiya qilaman mana. Mana akalar bolalar emib turibdi qo'ylar. Mana bemalol aloqa qilsalar ishlari bitadigan variantda. Mehmetchi buni videoni cho'zmaylikda bo'ladigan narxini ayting. Buni narxini 13,5 million deyapsiz. Xo'p, 13,5 million deyapsiz. Bunda aloqaga chiqsa buni xayri bormi yo'qmi? O'zi qo'ydi, arzon qo'yapsiz. Xayrini qilib beramiz uni. Hamma xayrini qilib beramiz, xayrini qilib beramiz. Dastlabki xizmatlar o'sha Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bor. Yaxshi. Akalar mana telefon qilinglar, ishlaring bitadi. Telefon qilgan odamning ishi bitadi, xudo xolasa. Bitadi, xudo xolasa inshaalloh. Akalar mana qo'yni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa aloqa chiqinglar, ishlaringiz bilan bitadi. Bugungi mashq qo'ylarimiz xudo xolasa videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Bu kanalimizning nomi bugun yangi ochildi. Arashanning Ustepa qo'rg'on. Like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ying. Xudo xolasa siz qidirgan qo'ylarni, xudo xolasa video syomka qilib qo'yishda davom etamiz. Bu kanalda xudo xolasa siz qidirgan qo'ylar chiqadi hali bundan buyog'i. Kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini, like tugmasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Kanalda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha hammalaring sog' salomat bo'lasizlar.